O'simliklar va ba'zi organizmlar ko'payishidan 11-mavzuyimiz berilgan yangi 7 kitobimizda. Bir boshdan boshlaymiz. Ko'payish deganda o'ziga o'xshaganlarni yaratish uchunlar tirik organizmlar. Demak, biz qaysi xususiyatlar bilishimiz kerak ko'payish mavzusida? Ko'payish irsiyatga bog'liq xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Ya'ni irsiyat avlodlarga genetik belgilar va xususiyatlarning o'tishi. Sodda qilib aytganda, masalan, qovunda urug'ini ekadigan bo'lsak, undan qovun o'sib chiqadi. Bug'doyda urug'ini ekadigan bo'lsak, bug'doy o'sib chiqadi. Mana shu narsa irsiyat. Lekin o'zgaruvchanlik degan tushuncha ham bor irsiyatga teskari. O'zgaruvchanlik degani o'sha bitta avlodni ota-onasidan farq qilishi yoki bir tur ichidagi organizmlarning bir-biridan farq qilishi. Misol uchun, odam misolida keltiradigan bo'lsak, farzand ota-onasiga o'xshaydi. Aka-ukasiga ham o'xshaydi. Bu irsiyat, irsiy belgilarga bog'liq. O'zgaruvchanlik esa o'sha ota-onasidan va aka-ukalaridan farq qilishi tushuniladi o'zgaruvchanlik degani. Ko'payish ikki xil bo'ladi: jinsiy ko'payish va jinsiz ko'payish. Biz mana shu jarayonlarni o'rganamiz. Jinsiz ko'payish deganda organizmning ayni nusxasi hosil bo'lishi tushuniladi. Jinsiy ko'payish deganda esa ayni nusxasi bo'lmaydi. Bunda o'zgaruvchanlik ko'proq bo'ladi jinsiy ko'payishda. Jinsiz ko'payishda esa o'zgaruvchanlik kamroq bo'ladi. O'sha narsani bilib olishimiz kerak. Bakteriyalar odatda jinsiz ko'payadi. Bu oddiy binar bo'linish jarayoniga asoslanadi. Ketma-ketligiga e'tibor beramiz. Avval irsiy asosi DNKsi ko'payib oladi. Keyin hujayra sal cho'ziladi, yiriklashadi, to'siq hosil bo'ladi o'rtada. Mana bu yerda yana bitta jarayon bor. DNKlar bir-biridan ajraladi degan jarayonni bu slaydga yozmay ketgan, lekin o'sha DNK ikki hissa ortgandan keyin ular oldin bir-biridan ajralib olishi kerak. Keyin to'siq paydo bo'ladi, ikkita yangi hujayra hosil bo'ladi. Bu juda ham sodda jarayon. Biz buni sodda jarayon deb o'tamiz, lekin aslida bu yana ichida mayda-mayda bosqichlarga bo'linib ketadi. Biz 7-sinfda sizlar bilan shu jarayonlarni o'tsak ham yetar ekan. Jinsiz ko'payishning usullari haqida ham yozib ketganmiz. Bo'linish, spora hosil qilish, vegetativ organlar orqali ko'payish, shu jumladan bu bo'linish deganini ham to'g'ri tushunish kerak. Bir hujayrali organizm bo'lsa, bir hujayrali organizm ikkiga bo'linishi ham mumkin. Bir hujayrali organizm ko'p bo'lakka bo'linishi ham mumkin. Ko'p hujayrali organizmda ham shunday holat, ko'p hujayrali organizm tanasi ikkita bo'lakka bo'linib ko'payishi ham mumkin, ko'p bo'lakka bo'linib ko'payishi ham mumkin. Endi protaktisalarning ko'payishi. Protaktisalarga nimalar kirardi? Ko'pchilik suvutlar, oddiy amyoba, yashil glina, tufelka, bir hujayrali sodda hayvonlar kirardi. Ko'p hujayrali hayvonlar kirmasdi protaktisaga. Va ko'pchilik yadrosi bor suvutlar kirardi. Yadrosi yo'q suvutlar, ko'kashli suvut ham kirmaydi protaktisaga. Ana shular amyoba misolida ko'payish tushuntirilyapti. Mana bularning yadrosi yo'q edi bakteriyalar. Bularda eukariot bo'lganiga protaktisalar. Bular nimasi bor? Yadrosi bor. Bularniki ham binar bo'linish. Faqat buni binar bo'linishi bilan protaktisaning binar bo'linishi mitoz jarayoniga asoslanadi. Bakteriyaning binar bo'linishi esa amitoz jarayoniga asoslanadi. Bu yerda soddaroq. Bu yerda xromosomalarga ajralmaydi. Xromosomalar hosil bo'lmaydi. Mitotik epi bo'lmaydi. 9-sinfda bu jarayonlarni ayni amitoz bilan mitoz asosiy farqlarini ham o'tamiz. Mana yadrosi asta-sekin eriyapti. Eriydida yadro ikkiga ajraladi. Hujayra o'rtasidan ingichkalashadi. Ingichkalashganidan so'ng nima bo'ladi? Ikkita hujayra hosil bo'ladi. Mana bu sitoplazmaning ikkiga bo'linib ketishi sitokinez deyiladi. Yadroning ikkiga bo'linib ketishi esa karyokinez deyiladi. Avval karyokinez bo'ladi, keyin sitokinez bo'ladi. Endi xlamida monadaning ko'payishi. Xlamida monadaning ko'payishida nimalarni bilishimiz kerak? Bu yerda hammasi chizmadagidek sodir bo'lavermaydi har doim ham. Masalan, xlamida monada jinsiz ko'paysa, bitta hujayra bizga mana ikki xifchinli hujayra-ku. Ikkita hujayra hosil bo'lishi ko'rsatilgan. Lekin 4 ta yoki 8 ta hujayra hosil bo'lib ketishi ham mumkin xlorellada. Xlamida monadan ikkita bo'lsa, xlorelladan 4 ta yoki 8 taga bo'linib ketishi ham mumkin. Ana endi bu jinsiz ko'payishida ona organizmda ayni o'ziga o'xshaydi.
Jinsiy ko'payishda nima bo'ladi desa, mana bu tana hujayralari oldin nimani hosil qiladi? Gametalarni hosil qiladi. Keyin har ikkita gameta bir-biriga nima qiladi? Qo'shiladi. Qo'shilgandan keyin zigota, zigota meyoz usulida bo'linadi, 4 ta hujayrani hosil qiladi va har biridan bittadan yangi organizm rivojlanadi. Demak, bitta zigotamiz 4 ta yangi organizmni hosil qiladi. Xlamida manada ham va ko'p hujayrali suvutlardan ulotrexda ham o'sha jarayon sodir bo'ladi. Faqat xlamida manada gametalar ikki xifchinli bo'ladigan bo'lsa, ulotrexda izogametalar ularda ham ikki xifchinli bo'ladi. Ikkalasi qisman o'xshash joyi ham bor, farqli joyi ham bor. Keyingisida zamburug'larning ko'payishi. Zamburug'lar, xususan achitqi zamburug'i odatda kurtaklanish yo'li bilan ko'payadi. Achitqi zamburug'dan nima maqsadda foydalanamiz? Xamirni oshirishda foydalanamiz. O'sha xamir turishda bo'ladigan zamburug'. Achitqi zamburug'i kurtaklanadi, faqat kurtaklangandan so'ng bu ona hujayradan to'laligicha ajralib ketmaydi. Zanjirga o'xshab ulanib uzun hujayralarni hosil qiladi, uzun zanjirni hosil qiladi. Ba'zi zamburug'lar bor, ba'zi hayvonlar bor, kurtaklansa ko'pchilik organizmlar ona organizmdan nima bo'ladi? Ajralib ketadi. Zamburug'lar kurtaklanishdan tashqari spora hosil qilib ham ko'payishi mumkin. Misol uchun, qalpoqchali zamburug' misolida ko'radigan bo'lsak buni, ostida mitseli bo'ladi, tuproqning ostida mitseli bahor oylarida nima hosil qiladi? Meva tanasi unib chiqadi. Bu meva tana o'tgan yil yozda hosil bo'la boshlagan bo'ladi. Yozda, kuzda hosil bo'la boshlagan bo'ladi. Ana endi o'sha kuzda o'tgan yili kuzda hosil bo'lib boshlagan meva tanachalar shu yil bahorda yerda ustiga unib chiqadi, sporasini sochadi. Sporadan yana yangi mitseli o'sib chiqadi. Bu mitseli ko'p hujayrali vegetativ tanasi zamburug'. Birdaniga mitseli bo'lib ketmaydi. Birinchi mayda ipchalar, gifalar shakllanadi sporada. Keyin gifalardan nima hosil bo'ladi? Yangi mitseli hosil bo'ladi. Mog'or zamburug'ida esa ularda nima bo'lmaydi? Har doim ham meva tana bo'lmaydi. Ularda sporangi bo'ladi, sporangi bandi bo'ladi keyin. Mana bunday. Bu bizga mog'or zamburug'niki berilgan. Qalpoqchali zamburug'larda esa mana bu yerda meva tana o'sib chiqadi. Biz ular nima deymiz? Qalpoqchali zamburug'lar ko'pchiligini qo'ziqorinlar deymiz. Endi organizmda jinsiz ko'payish misollari degan bularni tanishib ketdik. Faqat qisqacha xulosalash uchun berib qo'ygan. Kurtaklanish, sporlar orqali ko'payish ham shunga misol bo'ladi. Ana endi jinsiy ko'payish, ikkinchi ko'payishimiz. Bu jinsiy ko'payish organizmda urug'lanish asosida sodir bo'ladi. Ya'ni erkak gameta keladi, erkak organizmdan. Hayvonlarda spermatozoid deyiladi. Va ayrim o'simliklarda ham spermatozoid deyiladi, erkak hujayra. Qaysi o'simliklarda desa, yusin, qirqquloq, qirqbog'im degan o'simliklarda harakatchan bo'lganligi uchun nima deyiladi? Spermatozoid deyiladi. Urug'li o'simliklarda harakatsiz bo'lganligi uchun spermi deyiladi, erkak gameta. Urg'ochi gameta esa tuxum hujayra deyiladi. Onadan tuxum hujayra, ota o'simlikdan erkak gameta keladi va urug'lanib zigota hosil qiladi, zigotadan yangi avlod rivojlanadi. Xo'p, jinsiy ko'payishni jinsiz ko'payishdan farqi nimada desak, boya aytdik, jinsiz ko'payishda ona organizmning aynan nusxasi bo'ladi avlod. Jinsiy ko'payishda esa ozginagina farq qiladi. Otadan va onadan kelgan irsiy materiallar aralashib yangi kombinatsiya paydo bo'ladi. Jinsiz ko'payganda DNKsi ham bir xil bo'ladi. Jinsiy ko'payganda DNKlar aralashadi. Bakteriyada jinsiy ko'payish sodir bo'lmaydi, lekin xuddi jinsiy ko'payishga o'xshagan jinsiy jarayonlar sodir bo'ladi. Bular bakteriyalardagi jinsiy jarayonlar transformatsiya, transduksiya, konjugatsiya deyiladi. Uni 10-sinfda o'rganamiz. Bakteriyalardagi jinsiy jarayonlar. Hozir o'rganmaymiz. Endi ulotrexda boya jinsiy ko'payishini boya qisqacha aytib ketdik. Masalalar ham ishlaganmiz undan avval. Qanday paydo, qanday sodir bo'lishini, izogameta bo'lishini, izogameta zigotani hosil qilishini, zigotadan 4 tadan yangi avlod chiqishini uni ko'rib chiqqanmiz. Xlamida monada ham boya aytdik. Bitta zigotadan 4 ta nima chiqadi dedik? Yangi avlod chiqadi. Va
Jinsiy ko'payish usullarida umumiy taqqoslash jadvali. Mana shu joyda sizlarga ko'proq savollar keladi. Ikkita hodisani taqqoslashdan. O'xshashligi va farqi. Bu yerda ko'proq farqi yozilgan. Bitta organizm ishtirok etadi deyapti jinsiy ko'payishda, jinsiy ko'payishdachi ikki organizm ishtirok etadi. To'g'ri, ba'zan bitta organizmning ikki xil gametasi ishtirok etishi ham mumkin. Ko'pincha o'simliklarda va ikki jinsli hayvonlarda bo'ladi. Biz ikki jinsli hayvonlarni nima deymiz? Germafrodit deymiz. Bir hayvonning o'zida ham erkak jins bo'ladi, ham urg'ochi jins bo'ladi. Masalan, oq planariya, suv shillig'i kabi organizmlar bor. Bitta organizm o'zidan o'zi jinsiy ko'payishi mumkin. Bunda tuxumdonda tuxum hujayra, urug'donda spermatozoid, ya'ni urug' hujayra shakllanadi. Ikkovi bir-birini urug'lantirib zigotani hosil qiladi. Yuksak hayvonlar bor-ku, sut emizuvchilar, qushlar, sudralib yuruvchilar. Ularda erkak jins alohida, urg'ochi jins alohida bo'ladi. Ularda to'liq ikkita organizm qatnashadi jinsiy ko'payishda odatda. Bunda jinsiy hujayra hosil bo'lmaydi ham, jinsiy hujayrada urug'lanish bo'lmaydi ham. Jinsiy ko'payishda. Jinsiy ko'payishda gametalar o'zaro qo'shiladi. Bu jarayon urug'lanish deyiladi mana. Spermatozoid bilan tuxumning qo'shilishi urug'lanish deyiladi va zigota hosil qiladi. Keyingisi jinsiz ko'payishda avlodlar va ota-ona bir-biriga o'xshash. Buni aytdik. Bunda avlodlar jinsiy jihatdan xilma-xil. Bir oiladagi aka-uka, opa-singillardagi farqni boya misol keltirdik. Jinsiz ko'payishda afzallik tomoni tez va ko'p avlod beradi. Qisqa muddatda ko'p avlod beradi. Jinsiy ko'payishda esa sal nima bo'ladi? Jinsiy ko'payishga nisbatan sekin bo'ladi jarayon. Yana bitta foydali tomoni bor jinsiz ko'payishda. Qanday foydali tomoni desa, mana misol uchun teri hujayralari har 7-11 kunda terining ustidagi epidermisi yangilanib turadi. Shu orqali organizm o'zini nima qiladi? Tiklaydi. Yoki suyak sindi deylik. Suyak singanda tirik organizm o'zini nima qiladi? Tiklaydi. O'sha suyak bitadi. O'sha jarayon ham o'zini o'zi tiklash ham asosan hujayralarning qanday ko'payishiga asoslanadi? Jinsiz ko'payishiga asoslanadi. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot bilib qo'yishimiz kerak. Jinsiz ko'payish asosida hujayralarning mitoz bo'linishi yotadi. Jinsiy ko'payish asosida hujayralarning meyoz bo'linishi yotadi. Ikkalasida bo'linish ikki xil. Mitozni va meyozni keyingi darslarda ko'rib chiqamiz farqini. Jinsiz ko'payishda o'zgaruvchanlik kam, past. Jinsiy ko'payishda esa o'zgaruvchanlik ko'p, ya'ni bu yerda nisbatan erkinroq. Mana gametalarni aytdik. Jinsiy ko'payishdagi ketma-ketlik. Zigota hosil bo'ladi. Zigota keyin ona organizmda ichida yoki tuxumda ichida nima bo'ladi? Bo'linadi. Hamma ko'p hujayrali organizm, hamma ko'p hujayrali hayvon bir donagina urug'langan tuxumdan rivojlanadi. Buni Karl Ber degan olim aniqlagan. Keyin bo'lingandan so'ng embrion paydo bo'ladi, ya'ni buni odamda homila deymiz. O'sha embriondan keyin nima rivojlanadi? Yangi avlod rivojlanadi. Mana bu yerda xulosalar va mana test uchun. Bakteriyalarda binar bo'linish orqali, protaktisalarda bu ham binar bo'linish va ayrimlarda nima orqali? Zoosporolar. Bu zoosporolar ko'proq nimada bo'ladi? Suvutlarda bo'ladi jinsiy ko'paygan. Zamburug'larda kurtaklanish va spora orqali jinsiy ko'payish, o'simliklarda spora orqali ham bo'ladi, vegetativ ko'payish ham va urug' orqali ham bo'ladi. Endi urug' orqali bo'lsa faqat bu nima bo'ladi? Jinsiy bo'lib ketadi. Spora va vegetativ organlar orqali ko'paysa-chi, jinsiz bo'ladi. Hayvonlarda odatda qanday ko'payadi? Yuksak hayvonlar jinsiy ko'payadi. Bu gametalarning qo'shilishi bilan. Soddaroq hayvonlar esa nima qanday ko'payadi? Jinsiz ko'payadi. To'g'ri, yuksak hayvonlardan ham jinsiz ko'payish bo'lishi mumkin. Bitta usul bor, poliembrioniya. Masalan, odam bir tuxumli egizaklar bo'ladi. Ayni bir-birining nusxasi. Bular jinsi ham bir xil bo'ladi, ko'rinishi ham ikki tomchi suvga o'xshaydi. Bitta tuxum urug'lanadi, bitta zigota, mana bir tuxumli egizakda nima bo'ladi? Zigota bitta bo'ladi-da, keyin nimadir sabab bo'ladi-da, qandaydir mutatsiyaga o'xshagan jarayon bo'ladi-da, ikkita organizm rivojlanib ketadi. Bitta zigotadan ikkita organizm. Ana shu poliembrioniya usuli deyiladi. Bir tuxumli egizaklar. Shu kam, endi necha mingtadan bittada bo'ladi. Mana bir-biriga juda o'xshaydigan Hasan Husanlar, Fatima Zuhralar bo'ladi, juda o'xshaydigan. O'shalar bittasi jinsiy ko'payishdan hosil bo'lgan deb qaraladi. Bittasi jinsiy ko'payishdan paydo bo'lgan, ikkinchisi birinchisining jinsiz ko'payishidan paydo bo'lgan deb farz qilinadi. Odamda ham jinsiz ko'payish uchrashi mumkin. Shu jihatdan qaraganda. Odamning
Kam bo'ladi. Agar odam ham jinsi ko'payganda faqat juda o'zgarish kam bo'lardi-da, asosan bir-biriga o'xshash organizmlar bo'ladi. Mutlaqo o'zgaruvchanlik bo'lmaydi deb bo'lmaydi. Jinsi ko'payishda ham o'zgaruvchanlik bo'ladi, faqat kam bo'ladi. Endi gulli o'simliklarda urug'lanish jarayoni haqida ozgina to'xtalib ketamiz. Undan oldin o'simliklarning ko'payishini klasterga bo'linganini ko'rib chiqamiz. Bu kitoblaringda berilgan bu klaster, bu sxemalari. O'simliklarda ikki xil ko'payish deyapti, boya ham aytdik, jinsiy, jinsiz. Jinsiy gametalarning qo'shilishi, jinsiz esa spora hosil qilish. Bu hamma o'simlikda bo'lmaydi dedik. Sporali o'simliklarda bo'ladi. Qaysi sporali o'simliklar desa, sug'utlar spora bilan ko'payishi mumkin, ayrimlari kam, lekin ko'pincha yusin, qirqquloq, qirqbug'um, ana shular. O'simliklarda bu sporasi zoospora deyiladi. O'simliklarning sporasi hayvon sporasiga o'xshash, harakatchan, hayvonga o'xshash harakatchan bo'lganligi uchun zoospora deyiladi. Va yusin, qirqquloq, qirqbug'umlar ham spora orqali jinsiz ko'payadi. Vegetativ organlar orqali deyapmiz. Vegetativ organlar mana bir qator sanalgan. Qalamcha, bargi, ildiz poyasi, tugunagi, piyozboshi, ildiz bachkisi. Bular hammasi qanday ko'payish ekan? Vegetativ ko'payish ekan. Vegetativ organdan bo'lganligi uchun. Gulli o'simliklarda ko'payishni o'rganish uchun avvalo changlanishni bilish kerak. Changdonda yetilgan changning urug'chi tumshuqchasiga tushishiga changlanish jarayoni deyiladi. Va changlanish ikki xil. O'z-o'zidan va chetdanga bo'lingan. O'z-o'zidan degani bitta gulning o'zidagi chang donasi o'zini urug'chi tumshuqchasiga tushishi kerak. Shuning uchun bu nima deyiladi? O'z-o'zidan changlanish deyiladi. Chetdan changlanishda changchi va urug'chi har xil vaqtda yetilib qoladi-da, bir gulning chang donidagi chang hujayrasi boshqa gulning urug'chi tumshuqchasiga tushishi kerak. Bu chetdan changlanish shamol yordamida bo'lishi mumkin, hasharotlar yordamida bo'lishi mumkin. Ba'zan hasharotning o'rniga mayda nektarxo'r qushlar bo'ladi-ku. Mayda nektarxo'r qushlar orqali bo'lishi ham mumkin, suv yordamida bo'lishi ham mumkin. Keyin sun'iy changlanish ham bor. Unda odam ishtirok etadi. Ikkalasida ham yangi avlod hosil bo'laveradi. Ko'proq irsiy belgilar almashinadi chetdan changlanish bo'lsa. O'z-o'zidan changlanishda o'zgaruvchanlik kamroq, chetdan changlanishda o'zgaruvchanlik ko'proq desak bo'ladi. Yangi o'simlik turi paydo bo'lavermaydi. Masalan, bitta gilos bor. Shuning yonida o'sib turibdi. Bitta gilosni chang doni ikkinchi tip gilosga tushdi. Hosil bo'lgan o'simlik gilos bo'laveradi. Ikki xil tur ham bir-biridan changlanib yangi o'simlik hosil bo'lishi mumkin. Masalan, olxo'ri degan o'simlik ikkita turni chatishtirib hosil qilingan o'simlik. Olcha bor, tog' olcha bor. Ikkovi ikkita tur. Birovdan changcha olingan, birovdan urug'cha olinganda bir-biridan changlantirilgan. Olxo'ri paydo bo'lgan. Bunday holat bo'lishi ham mumkin, lekin kam. Shamol bilan hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklarda testda ko'p farqidan savol bo'ladi. E'tibor berasizlar, shamol yordamida changlansa guli mayda bo'ladi. Hasharot o'ziga jalb qilish shart emasda. Hidsiz bo'ladi guli, ko'rimsiz bo'ladi. Chang donalari yengil bo'ladi, uchib ketish uchun. Yana bitta belgisi bu yerda yozmay ketgan. Bularda chang doni osilib turadi guldan tashqarida. Nimaga osilib turadi? Shamol uchirib ketishi oson bo'lishi uchun. Hasharotlar yordamida changlanadigan o'simliklarda guli chiroyli bo'ladi. Nimaga guli chiroyli? Hasharotni o'ziga jalb qilish kerak. Ko'p nektar va xushbo'y efir ishlab chiqarib turadi. Uzoqdan hasharot ko'rmasa ham uni sezishi uchun. Hasharotlar hid bilish sezgisi juda ham kuchli bo'ladi. Va rangi har xil bo'ladi. Bir tur o'simlikda turli xil rang uchrab ketishi ham mumkin. Chunki hammasi har xil hasharotni turlicha tovlanib o'ziga jalb qilishi kerak. Demak, urug'lanish mavzusini salavval o'tgan edik o'simliklarda. Yana bir marta takrorlab ketsak, o'sha payt tushunmay qolganlar bo'lsa, yana yaxshiroq tushunib oladi. Erkak jinsiy organi gulda, erkak jinsiy organi changchi bo'ladi. Urg'ochi jinsiy organi urug'chi bo'ladi.
Xuddi hayvonda bo'yaydi, erkaklik jinsiy organi hayvonda nima deyiladi? Urug'don deyiladi. Urg'ochilik jinsiy organi nima deyiladi? Tuxumdon deyiladi. Gulda o'sha narsa erkakligi changchi, urg'ochiligi urug'chi organ hisoblanadi. Urug'chining o'zi ham 3 ta qismdan iborat. Pasti tuguncha, o'rtasi ustuncha, uchi tumshuqcha. Tugunchani ichida eng muhim qismlar bo'ladi. Qaysi qismlar bo'ladi? Tugunchani ichida murtak xalta yetiladi. Murtak xaltani ichida markaziy hujayra bilan tuxum hujayra bo'ladi bizga keragi. Markaziy hujayra kerak va tuxum hujayra kerak. O'sha murtak xaltani, ya'ni tugunchani ichida. Mana bu tuguncha ichkaridan urug' kurtak bilan o'ralgan. Mana urug' kurtagi bor. Urug' kurtakdan keyinchalik urug'lanishdan so'ng nima sodir bo'ladi? Urug' hosil bo'ladi. Chang donasi changlantirdi, tumshuqchaga keldi, stigmaga. Endi o'sha chang donasi ikkita hujayraga bo'linadi. Yirik hujayra, mayda hujayra. Yirik hujayrani biz vegetativ deymiz, maydasini generativ deymiz. Vegetativ hujayra urug'lantirishda ishtirok etmaydi to'g'ridan to'g'ri. Bevosita ishtirok etmaydi urug'lantirishda, lekin urug'lanishga yordam beradi. Mana bu chang nayini hosil qilib beradi. Mana chang nayi bor-ku, mana ustunchani ichida. Chang donalari o'sa boshlaydi. Masalan, 10 ta chang donasi tushdi tumshuqchaga. 10ovi ham o'sib boshlaydi vegetativ hujayrasi bilan. Keyin bu ham mayda generativ hujayra 2 ga bo'linadi. Ikkita spermiyaga. Endi tasavvur qilaylik olcha o'simligini. Olchada bitta nima bor? Urug' bor. Bitta urug' uchun bitta chang donasi yetadi. Lekin 10 ta chang donasi tushsa, qaysi biri urug'lantiradi? Eng tez o'sgani urug'lantiradi. Chang nayi eng tez o'sib, qayergacha yetib kelgan? Tugunchani ichigacha yetib kelgan. Mana bu yerda tugunchani murtak xaltasining yuqori qismida mikropili degan qism bor. Mikropili bu o'sha o'sib kelgan chang donasi kiradigan teshikcha. Ba'zi kitoblarda mikrofil, ba'zi kitoblarda mikropili deb berilgan. O'sha teshikchadan o'sib kiradida bitta spermiy tuxum hujayrani urug'lantiradi, ikkinchi spermiy markaziy hujayrani urug'lantiradi. Tuxum hujayraga mana spermiy urug'lansa nima hosil bo'ladi? Murtak, zigota, bundan yangi o'simlik rivojlanadi keyinchalik. Markaziy hujayra urug'lansa-chi, endosperm. Endosperm zaxira oziq to'playdi o'zida. Va qiziq tomoni mana shu murtak va endosperm urug'ning asosiy qismi. Urug' esa nimani ichida? Mevani ichida. Urug' kurtakdan urug' paydo bo'ladi. Urug' kurtakning po'stidan urug'ning po'sti shakllanadi. Tugunchadan esa meva hosil bo'ladi. Ya'ni mevaning et qismi. Tugunchani ustidagi po'stdan mevani po'sti shakllanadi. Mana endi o'sha yo'l chang donasi yetilgach, birinchi nima bo'ladi? Changlanish bo'ladi. Mana tumshuqchaga tushdi. Chang naychasi o'sadi. Qaysi hujayradan? Vegetativ hujayradan. Spermiylar hosil bo'ladi generativ hujayradan. Spermiylar tuxum hujayraga yetadi, keyin qo'sh urug'lanish, keyin urug' va meva hosil bo'ladi. Shu bilan jarayon tugaydi. Endi bu yerda umumiy xulosalari bularni boya aytdik. Qanday jarayon bo'lishini bu yerda o'sha narsani xulosalab qo'ygan. Keyin mana shu mavzuga doir laboratoriya amaliy mashg'ulot bor. Bu amaliy mashg'ulotda misollar bor. Sizlar bu misollarni yodlab chiqishlaring kerak. Bittalab yodlab chiqish kerak. Vegetativ ko'payishni boya aytdik, jinsiz ko'payish dedik. Vegetativ organlar orqali bo'ladi. Ildiz, poya, barg, piyoz bosh, to'g'rimi? Yoki ildiz bachkisi yoki novdasi degani bu kuzda qalamcha kesiladi, yerda tagiga ko'mib qo'yiladi, bahorda ildizlagandan keyin nima qilinadi? Boshqa joyga ko'chirib o'tkaziladi. O'sha narsa qalamcha deyiladi. Ildiz bachkisi nima desa, ildizni ichidan chiqadigan kurtagi. Shularda bo'ladi. Vegetativ ko'payishda afzalligi mana bu testda so'raladi. O'simlikni noqulay tashqi muhitdan saqlaydi. Hamma o'simliklar ham urug'idan zo'r ko'payavermaydi. Ayrim o'simliklar urug'idan ko'payishi qanday? Qiyin. Misol tok. Uzumda urug'i bilasizlar nozikroq. Uzumda urug' nozikroq. Nimanikiga nisbatan? Qolgan ho'l mevalarnikiga nisbatan. Misol tariqasida gilos, o'rik.
Bularni mevani yeguncha chaynab yuborib bo'lmaydi, juda qattiq, to'g'rimi? Hayvonlar tabiatda mevani etini yegandan keyin gilos bilan urug'ini yoki tuflashi kerak, yoki chaynamay yutib yuborish kerak, keyin u axlati bilan tushib baribir ko'payaveradi. Lekin toktichi uzumni, yovvoyi uzum deylik, uni urug'ini ham mevasiga qo'shib chaynab qo'ya oladi. Endi u jinsiy ko'payish qiyinchilik tug'diryaptimi unga? Urug' bilan ko'payish qiyinchilik tug'diryaptimi? Majbur nimaga moslashadi? Vegetativ ko'payish, ya'ni jinsiz ko'payishga. Uxlamaymiz, turamiz. Endi o'zida ko'p miqdorda oziq modda to'playdi ayrim vegetativ organlar. Masalan, ildiz poya yerda ostida bo'ladi-ku. Piyozbosh ham yerda ostida bo'ladi, tugunak ham yerda ostida bo'ladi. Keyingi yil uchun ko'p miqdorda nima qiladi? Oziq modda to'plab oladi. Mana bizga nima kerak? Bizga kerak joyi vegetativ ko'payishning usullari. Ikki xil usuli berilgan ekan bizda o'sha laboratoriyamizda. Tabiiy usul va sun'iy usul. Sun'iy usul inson yordamida. Buni ilmiy nomi antropogen usul bo'ladi. Antropogen ya'ni insondan kelib chiqadigan usul deydi. Payvandlash bo'lishi mumkin. Qalamcha, keyin tugunakning bo'laklari, tugunakni karchigan tugunakni kesib eksak ham har bir kurtagidan bittadan nima chiqishi mumkin? Ko'zchasidan karchigan ko'zchasi bo'ladi-ku. Kurtak chiqadi ko'zchadan. Har bir ko'zchasidan bitta o'simlik chiqishi mumkin. Tabiiy usulda novda orqali piyozbosh, tugunak, ildiz poyaning yer usti va yer osti kurtaklari, bular novdan o'zgarishdan hosil bo'lgan narsalar. Va ildiz orqali, ildizning nimasidan? Bashkisidan. Ildiz bashkisi orqali nima bo'ladi? Kurtaklanadi. Endi boyagi jarayonni ko'rib chiqamiz. Qanday sodir bo'ladi? Piyozbosh, lola, nargiz, boychechak, giatsint kabi o'simliklar, mana piyozchalar. Bu bitta o'simlik, bitta piyozdan unib chiqadi, to'g'rimi? Lekin o'tgan yil unib chiqqan o'simlik o'zida ko'p piyozchalarni hosil qilishi mumkin. Va o'sha piyozchani olib turib sizlar ko'paytirsalaring, sizlar uni vegetativ ko'paytirgan bo'lasizlar va ayni nusxasini ko'paytirgan bo'lasizlar. Bu nima deyiladi? Klon deyiladi. O'simlikni klonlash oson. Piyozidan eksang ham, vegetativ ko'paytirsang yoki har qanday usulda sen klonini olgan bo'lasan. Keyin tugunak orqali. Tugunak bilan piyozning farqi bor. Piyoz nimani o'zgarishdan hosil bo'lgan? Piyoz ham yer osti novdan o'zgarishdan hosil bo'lgan. Tugunak ham yer osti novdan o'zgarishdan hosil bo'lgan. Faqat farqi tugunak nisbatan ko'proq bo'ladi. Bitta piyozdan bitta o'simlik chiqsa, bitta tugunakdan bir nechta o'simlik chiqishi ham mumkin. Kartoshka topinambur yozilgan, shoyigul bilan batatni ham o'zimiz yozib qo'ysak bo'ladi. Tugunak uchun demak shoyigul bilan batat. Bu qo'shimcha ma'lumot. Kitoblaringiz o'sha joyga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ildiz poya orqali misollar qulupnay, zanjabil, shirinmiya, yalpiz kabi o'simliklar. Bu o'simliklar ildiz poyasidan ko'payadi. Ildiz poya nima desalang, ajriqni hammamiz ko'rganmiz. Ajriqda agar sizlar yulib olsalaring, nariroqdan boshqa tuplarini ham qo'shib olasizlar. Aslida ular bitta ildiz poyadan chiqqan bir nechta yer ustki qism. Ildiz poya bu uzun ildizga o'xshash poya bo'ladi. U ildizni o'zgarishdan hosil bo'lgan narsa emas, u novdani o'zgarishdan hosil bo'lgan narsa. Qachonlardir juda qadimda yer o'pirilishi bo'lgan, boshqa noqulay sharoit bo'lgan, yer ustki poya yer ostiga tushib oziq to'plagan. Keyin u nima bo'lgan? Ildiz poyaga aylangan. Shu jumladan qulupnay jingalagi yordamida ham ko'payadi. Sudraluvchi poya deymiz biz. Bitta jingalakni otadi, tushgan joyidan jingalak ildiz hosil qiladi, pastga qarab, tepaga qarab nima hosil qiladi? Barg, poya, barg hosil qiladi. O'sha jingalagi orqali ham ko'payadi deymiz.
shakli o'zgargan yer usti novdalarda ba'zan yerni ustki qismida ham nima hosil bo'lishi mumkin? Piyoz hosil bo'lishi mumkin deyilgan. Tugunak, ya'ni poyani tugunida kurtaklanish, poyadan tugun chiqadi yani. Bunga olcha, malina, olqur, namatak kabi o'simliklar o'sha ildiz bachkisi orqali ildiz bachkisi orqali nima desa, ko'pchilik buta hayotiy shakllarda bo'ladi. Yantoqda butadan tashqari ko'p yillik o'simliklardan yantoq, butalardan qoraqat, terak, namatak, olvoli, shirinmiya kabi o'simliklarning ham ildiz bachkisi bo'ladi. Bular ildizning unib chiqqan yangi kurtagi bo'ladi. Bular yoyilib o'sadi ko'pchilik yon atrofga. Masalan, bitta yantoq ildiz bachkisidan ko'p yantoqlarni hosil qilib, bitta guruh hosil qilishi ham mumkin. Sun'iy usullarda payvandlash degan narsa bor. Bitta o'simlikda ikkinchi o'simlikka nima qilishimiz mumkin? Payvandlashimiz mumkin. Bizga berilgan payvand kurtak payvand berilgan bizga. Bu shunday usuli, kurtak payvand usuli. Bu nima qilinadi? Bitta o'simlikni o'stirasan. Payvandlash uchun o'stirilgan ko'chating payvand tag deyiladi. Payvandni tagi deganida o'stirilgan. Endi misol uchun olmani nokka payvand qilmoqchisan. Olmani o'stirding, ko'chatni, bu payvand tag olma. Nokdan novda kesib olding. Nokdan novda kesib olding, u payvand ust deyiladi. Payvandlash uchun kesib olingan novda nima deyilgan ekan? Payvand ust. Endi bu novdani olib kelasan-da, payvand tagni puslog'ini T harfiga o'xshab ingichka pichoqcha bilan kesasan. Keyin kurtagiga tegadigan qilib, ya'ni postiga ichiga tegadigan qilib mana bu joylashtiriladi. Payvand usti kurtagi. Joylashtirilganda oziq moddalar pust orqali harakat qiladi bilamiz. Elaksimon nay deymiz-ku. Pustdagi elaksimon nay orqali harakat qiladi. Bu poyaning floema, lub qavatiga to'g'ri keladi. Keyin pastda olma ekilgan, mana bu shox nimaning shoxi? Nokni shoxi. Olmadan bir tomoni olma ham chiqaveradi, bir tomoni nima ham chiqaveradi? Nok ham chiqaveradi. Bitta o'simlikdan ikki xil meva olsak bo'ladi. Keyin faqat mana uni o'rab tashlash kerak birikkan joyini. Nima uchun o'rash kerak? Yopishib olguncha va havodan har xil noqulay sharoit, issiq, sovuq kirmasligi uchun. Bu odatda kurtak payvand avgust oyida qilinadi. Iskana payvand degan payvand bor. U shira harakat boshlanishidan oldin fevral, mart, aprel oylarida qilinadi. Iskana payvand. Kurtak payvand avgust oyida qilinadi. Qalamcha bilan ko'paytirishni boya aytdik. Novdani kesib olamizda, kuzda ko'mib qo'yamiz. Mana bu bo'lgandan keyin, ildizlagandan keyin bahorda boshqa joyga o'tkazsak bo'ladi. Juda ko'p atirgul, tok, terak, qoraqat, malina, jiyda, anjir, anorlar ham shu usulda ko'paytiriladi. Qatlamlash usuli. Buni parxish usuli ham deb bergandi eski kitobda. Misollari smarodina, uzum, anjir, atirgul shular. Smarodina bu qoraqat deyiladi o'zbekchada. Demak, novda qayriladida nima qilinadi? Yerga ko'miladi. Butun qismini ko'mish shart emas. Bittagina novda, masalan, bular ko'pchiligini novdasi ko'p-ku. Faqat buni qalamchadan farqi, qalamchani kesib olamiz-ku. Buni nima qilmaymiz? Kesmaymiz. Kesmasdan ko'miladi sekin. Po'stlog'i ajratilmasligi kerak. Boshqa qismi ajralsa ham, po'stlog'i ajralmasa, chunki oziq o'tib turadi-da. Ildizlaydi yangi o'simlik. Ildizlagandan keyin asosiy qismini nima qilib tashlaymiz? Kesib tashlaymiz. Bu ham vegetativ ko'paytirish. Tugunakni bo'laklashni boya aytdik. Kartochkani olamizda kesamiz. Faqat kesganimizda tavakkal kesmaymiz. Kurtagi bor joyidan kesish kerak-da. Kurtagi bor joydangina o'sib chiqadi. Kurtagi yo'q kartochka nima qilmaydi? O'sib chiqmaydi. U oziq moddaning o'zi bo'ladi-da. O'sib chiqishiga kurtak bo'lmasa